Rossiyaga kirishdan oldin QR kodni qanaqa qilib to'ldiramiz deb turib meni savollarga ko'mib tashladinglar. Videomiz chala bo'lsa ham tayyor va manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Azizlar, bitta narsaga e'tibor berasizlar. RuID ilovasini skachat qilganingizdan keyin albatta o'zingizga tushunarli tilni tanlang. U yerda rus tili, tojik, o'zbek tili hamma tillar bor va birinchi qadamingizda mana shu narsaga duch kelasiz. Bu ro'yxatdan o'tishdagi birinchi qadam. Sizda SNILS bormi deydi. SNILS agar sizda bo'lsa, demak siz ya'ni Rossiyaga kelib ketgan bo'lsangiz, sizda SNILS bo'ladi. Bo'lsa xani bosasiz. Agar yo'q bo'lsa yoki eslolmasangiz, prosta yo'q deb bosasiz. Ko'pchiligingizlarga tavsiya beraman, yo'q ikkinchi punktni bosinglar. SNILSlar bo'lmasa ham yoki bosh og'riq kamroq bo'ladi, email pochtalar bo'lsa bo'ldi. Pochta bilan bemalol ro'yxatdan o'tib, oxirigacha yetib borasizlar va videoni boshlashdan oldin bitta ma'lumotni aytib o'tishim kerak. Bu hali testoviy rejimda ishlayapti. Oxiriga borganda mana bu mushukchani rasmi sizda ham chiqqan bo'lsa, ya'ni ma'lumotlar yuborib bo'lmadi degan ma'lumot chiqqan bo'lsa, demak, u narsa hali testoviy rejimda ishlayapti. Sizga ham hali yetib bormadi. 1-chisilodan, 1-iyuldan, ya'ni ishga tushishi kutilmoqda. Hozircha trenirovka qilib turishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rib, Rossiyaga kelmoqchi bo'lgan do'stlaringizga jo'natib qo'ying va menga obuna bo'lib, bitta like bosish esingizdan chiqmasin. Ro'yxatdan o'tish knopkasiga bitta bosamiz. Bu oq ekranga esa prosta barmog'imiz bilan aylantirib 100 bo'lmaguncha to'xtamaymiz. Xo'p, bundan keyin SNILS oynasi chiqadi. SNILS oynasi chiqqanda diqqat bilan, ehtiyotkorlik bilan javob bering. Sizda SNILS bo'lsa bor deb tepadagisini bosasiz. SNILSingiz yo'q bo'lsa pastdagisini bosasiz. Yo'q deb bosamiz. Pasport ma'lumotlaringizni kiriting deyapti. Mana familiya, ism, barcha ma'lumotlarimizni kiritganimizdan keyin tug'ilgan sana va email pochtamizni kirgizamiz. Hammani telefonida bor, qidirsanglar chiqadi. Bo'lmasa email Yandex yoki Googledan savzat qilsanglar bo'ladi. iPhone bo'lsa iCloudda pochta degan narsasi bo'ladi. Jinsingizni belgilaysiz va keyingi oynaga o'tasiz. Bu yerda pasport seriya raqamini yozasiz, ehtiyot bo'lasiz. Ko'pchilik fani orqasidan dalshi nomerlar deb yozib ketyapti. Unaqa qilmaysiz. Seriya degan joyga faqat harflarini, raqam degan joyga esa raqamlarni yozasiz. Berilgan sanani kiritasiz. Berilgan sanani kiritgandan keyin pasportingizni, ya'ni zagran pasportingizni amal qilish muddatini belgilaysiz. Xo'p, bundan keyin hujjat berilgan mamlakat deganda O'zbekistonni tanlaymiz biz. Agar sizda Tojikiston bo'lsa Tojikiston, Qirg'iziston bo'lsa Qirg'iziston belgilaysiz. Fuqaroligingiz bo'lsa fuqaroligingizda mamlakat tanlaysiz. Bizda O'zbekiston. Xo'p, tug'ilgan joy deganda region yoziladi. Bizda Buxoro region bo'lgani uchun pasportingizda, ya'ni zagran pasportingizda qanaqa yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib yozasiz. Mana Buxoro region. Region deb yozish shart bo'lmasa kerak. Prosta yozib qo'ydim. Davom etish knopkasiga bitta bosamiz. Ma'lumotlarimizni diqqat bilan tekshiramiz. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, prosta hammasi to'g'ri degan knopkaga bitta bosamiz. Hozircha hech narsa bo'lmaydi. Aytganimdek, mushukchani rasmi chiqib qoladi. Mana bu koddagi yashirilgan raqamlarni bitta-bitta terib chiqamiz. Bu himoya kodi, sizni robot emasligingizni tasdiqlaydigan. Albatta, hozir mushukchaga duch kelamiz. Albatta, sayt hali to'liq ishlamaydiganligi uchun shunaqa chiqyapti. Zato o'rganib olasiz degan umiddaman.